Taassurotlarni ta'riflash juda ham qiyin. Sababi futbolni necha yildan beri tomosha qilsam, bu kabi 9 kishi bo'lib qolib g'alaba qozonib ketgan uchrashuvni bevosita kuzatmaganman. Yana o'zimizni terma jamoa mana shunday natijani qayd etyapti. Aqldan ozib qolish hech gap emas. Bunday jarayonni kuzatib, bevosita yoritib, yigitlarga qoyil. Har kimni ham qo'lidan kelavermaydi. Professional o'yinchilarning qo'lidan kelmaydi. Yosh yigitlar mana shunday qiyinchilikda o'zlarini yo'qotib qo'yishmadi. Birinchi galda murabbiyga va futbolchilarga katta rahmat. Bilmadim ular necha foiz kuchini sarfladi. 120 mi, 150 mi, 200 mi? Sababi 11 kishiga qarshi 9 kishi bo'lib mana bunday o'yinni namoyish etish bu faqat o'zbekistonlik futbolchilarning qo'lidan keladi. Yigitlarga shunchaki qoyil, sizlarga gap so'z bo'lish mumkin emas. Rahmat mana shunday g'alaba uchun. Murabbiyning imzosi qanchalik sezildi deb o'ylaysiz umuman musobaqa davomida? Musobaqa davomida bu murabbiy jamoasi oldingi turli yoshdagi Osiyo chempionatlarida natijani qayd etganmiz. Ularda kimlardir asosiy rolni o'ynagan. Maqstaliyevni aytamizmi, Hakimovni aytamizmi, Fayzullayev ko'p bunday yigitlar. Mana bu jamoada 15-20 yigit asosiy tarkibga birdek darajasi tortardi. Yaqqol kimnidir ajratib ko'rsata olmayman. Bu murabbiyning yig'gan jamoasi, murabbiyning imzosi. Islombek Ismoilov yangicha qarashlarni futbolga olib kiryapti, terma jamoamizga olib kirdi. Men barcha uchrashuvlarni xotirjam kuzatdim. Sababi biz barcha uchrashuvlarda raqibdan bir bosh ustun edik. Faqat o'sha Saudiyaga qarshi chetlatishdan so'ng biroz asabiylashdik. Qolganiga yana yigitlar 9 kishi bo'lib ham g'alabani naqd qilyapti. Bu musobaqada O'zbekistonga teng keladigan raqib yo'q edi.